Umra uchun ihromda 2 rakat sunnat borligini bilasiz. Ya'ni avval shu 2 rakatni o'qiymiz, keyin ihromga kiramiz. Savol tug'iladi, bu 2 rakatni qayerda o'qiymiz? Masjidul Haromdami? Agar uni Masjidul Haromda o'qisak, bu ihrom tugadi deganimi? Aslida Masjidul Haromda xohlagancha namoz o'qish mumkin. Bunga hech qanday to'sqinlik yo'q. Lekin u yerda o'qilgan har qanday namoz ihrom sunnatining 2 rakati hisoblanmaydi. Bu 2 rakatni odam qayerda bo'lsa o'sha yerda o'qishi mumkin. Agar Madinada bo'lsa Masjid Nabaviyda, mehmonxonada yoki miqot joyi Abar Alida o'qish ham mumkin. Agar aeroportda bo'lib chiqishdan oldin ihromga kirsa, aeroportda o'qiydi. Agar samolyotda ihromga kirsa, samolyotda ham o'qish mumkin. Agar ihromni sunnatini qilmoqchi bo'lsak, uni ihromga kirishdan oldin ado qilishimiz kerak.